funksional harakatlari bajarmaslik. Yillar o'tib, yoshimiz o'tishi bilan biz oddiygina gimnastika mashqlarini bajarmay qo'yamiz. Bular oqibatida butun bo'g'imlarimiz qotib qoladi. Misol uchun, oxirgi paytda qachon oddiy mashqlardan mana qo'lni mana bunaqa qildingiz, bo'yinni bunaqa aylantirdingiz. Qachon tizzani bukmasdan tikka turgan joyingizda belni bukib, qo'lingizni oyoqning uchlariga olib bordingiz. Qachon o'tirgan paytingizda peshonangizni, yuzingizni, oyog'ingizni uzun qilib tizzalaringizga olib borib tekkizdingiz. Qachon mustik tashladingiz? Qachon oyoqlaringizni mana bunaqa qilib o'tirib turdingiz? Mana shunday funksional harakatlanish kerak bo'lgan bo'g'imlaringizni mashqlarini, qiladigan ishlarini qilmay qo'yish oqibatida bo'g'imlar qotib boraveradi. Misol uchun, yosh o'tgan onaxon, dodalarga orqangizga qarang desangiz, mana bunaqa qaraydi. Ha, deb. Aslida yoshligingizda bunaqa bo'yningizni mana shunaqa qilib qarab yurgan bo'g'im yosh o'tishi bilan shuni ham harakatini qilmasdan qotib qoladi. Demak, bo'yin osteoxondrozi kelib chiqadi. Osteoxondroz sheynih poзвонков. Bel ham xuddi shunaqa. Qanchalik belingiz kam harakatlanadigan bo'lsa, birinchi navbatda qorin bilqillab chiqadi, ikkinchidan bel og'riydi. Tizza bo'g'imlari ham. Tepaga 4-qavatga, 3-qavatga kunaro chiqib turish kerak. Bir marotaba chiqib, bir marotaba tushish kerak. Har qanday yoshdagi odamlar zinalardan chiqib tushish, tepalikka chiqish, pastga tushish, mana shunaqa funksional harakatlar qilmasa, suyak bo'g'im kasalliklari darrov yetib keladi. Shunday ekan, suyak bo'g'im kasalliklarini eng yaxshi profilaktikalaridan biri har kuni ertalab va kechki payt ataga 10 minut hamma bo'g'imlaringizni ishlatishingiz kerak. Hamma bo'g'imlaringizni bir harakatlantirib, kichik mashqlarni, fizioterapiya qilishingiz kerak. Shunda sizni har qanday suyak bo'g'im kasalliklaridan organizmingiz himoya qilinib turadi. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun, ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachar qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachar qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.